Assalomu alaykum aziz obunachilar, navbatdagi lazer fason darvozamizda Andijon viloyati Baliqchi tumaniga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz to'rni qalindan 3 qavat bo'lgan va lazerlar bilan 3 qavat hisoblanadi. 1.8 2 listdan chiqarilgan. Orqa tarafida ham 2 list. Yana 3-qavatida shumka bilan shumka qilib yana bir qavat list yopilgan. 3 qavat hisoblanadi bu darvozamiz. Sizni bir zamonlar ponna shu villalar bilan atrofi darvozamiz eniga 3 metr, bo'yiga 380. Xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatdik. Bu taraflarida qora kraska, glansvida bo'lgan, qolgan yerda matoviy mokr asfalt bo'lgan. Ponna 6 ga 4, 1.8 tenadan, listlari 2 stenada, 1.8 plyus oyda 3 qavat qilib chiqarib olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishlari mumkin.